Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 12-iyun. Haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holati. O'zlaring ko'rib turganlaringdek mana 10 mingtalik mashinamizga hozir tayyor bo'lyapti, yuklanish jarayonlari ketyapti. Bu ishlarimizni razmerlari standart ishlar 6, 12, 25. Ko'rib o'tganlaringdek ranglari atlasli holatda. Mustahkamliklari o'ta mustahkam, xudo xolasa ishlar baquvvat. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Bu ham katta zavodimiz, bu ikkinchi zavodimiz bo'ladi. Ikkita zavodimiz bor. Ko'rib turganlaringda bu yerda ham kuniga 50 ming, 60 ming g'ish chiqariladi. Qishga mana bunday fondlar ketyapti hozirgi kunda. Qishin yozin ishlar uzilmaydi bizda. Ko'rib turganlaringda sifatini so'raganlar uchun mana sifatlari, ranglari nihoyatda chiroyli, sariq, atlasli holatda bo'ladi. Kam chiqmayman deganlarga xudo xolasa sanog'idan bo'linib ketmasligi, xudo xolasa garantiyalari bor. Sho'rlashi, xudo xolasa birorta klientdan murojaat tushgani yo'q sho'r haqida. Kam chiqmasligiga mana bunday qatorlari bor. To'liq taqlanadi, ortiqchasi bilan xudo xolasa 10 mingtadan kam chiqmaydi sanoqlari. Xudo xolasa birorta klientdan sho'r haqida murojaat bo'lgani yo'q. Eng arzonni istayap turganlar uchun narxlarni o'ta arzon narxda qilib o'rganmiz ham. Zavodimizda o'zidagi narx ishlarimizni 8 so'm narx qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beryapmiz. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Yana bir bor mustahkamligini sinab o'taveramiz, xudo xolasa. Ko'rib o'tganlaringda eng mustahkam bizda bo'ladi inshaalloh. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lasizlar.